Okalar, hozir Farg'onadamiz va orqamda turgan uy butun Farg'ona bo'yicha bitta dona bo'ladi. Nima bilan farq qiladi desanglar, butun uyga avtomatizatsiya sistemasi qo'yilgan. To есть umniy dom avtomat tarzda ishlaydi. Kelinglar, ko'p gapirmaymiz, birgalikda kirib, o'z ko'zimiz bilan ko'rib chiqamiz. Hop, hovliga kirishimiz bilan bizani razvijno garajlarimizni kutib oladi. Remont hali oxirigacha bitmagan, shunga bitta-ikkita detallarga e'tibor bermaysizlar. Hovlimizdan kirib kelishimiz bilan hovlimizning o'rtasida bizda zeleniy zona va ikkita tarafiga uyimiz tushgan. Uyimizning kiraverishida bizani livolo выключательlarimizni kutib qoladi. Ko'rishingiz mumkin, seriya rang tanlangan. Uy egasi seriya rang yoqtirgani uchun seriya выключательlar bizda tanlangan. Ko'rishingiz mumkin, hovliga ham qo'yish mumkin, faqatgina navestigida bo'lishi kerak va eng muhimi quyosh nurlaridan himoyada bo'lish kerak. Uyimizga kirish bilan kirishda bizani yana sensorli выключательlarimiz kutib qoladi, chunki bu uyimizning umniy domi hech qanaqa relay yoki shitga yig'ilgan sistema orqali qilinmagan, faqatgina sensorli выключательlarni oddiy montaj yo'li bilan o'rnatib va umniy dom qilib berilgan. TV zonamizni ham sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda 5 ta post, to есть 5 ta kaltso bo'ladi, 3 ta rozetka, yarim kaltsoga uchadigan rozetkamiz, internet va 2 ta kabelimiz qo'yilgan. Bu TV zona uchun. Interyerimiz haqida ham ozgina gapirib o'tib ketaman. Butun uyimiz bo'yicha skrit eshiklar qo'yilgan. Bu bogati va minimalistik vid beradi va interyeri o'zgacha boshqacha qilib ko'rsatib beradi. Kelinglar kuxnyani ko'ramiz, chunki kuxnya ham o'zgacha chiqqan. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsa sifatli ishlatilgan, mebellar необычный stilda qilingan va toshlarimiz seriya bo'lgani uchun rozetkalarimiz ham seriya qo'yilgan va stilga juda ham mos tushgan. Okalar, endi sizlarga qisqa rozetkalarimiz haqida informatsiya berib ketaman. Bu yerda bizning oddiy rozetkalarimiz emas, universal rozetkalarimiz turadi. Masalan, sizda iPhone головкасы bor, bilasizlar. Bir xillari boshqacha standartda bo'ladi. O'shanda siz переходник qidirasiz. Bunaqa rozetka qo'ysangiz, sizga переходникlar umuman kerak emas. Shundan hamma rozetkaning turlari tushib ketadi. Bir xil so'rashadi, o'zimizning rozetkaga tushadimi deb. Bemalol ham tushadi, undan xavotir olmasanglar bo'ladi. Undan tashqari, yosh bolalardan himoya bo'lish uchun ichiga har xil narsani tiqib to'kib olmasligi uchun o'zining ichida shtorkasi bor, himoyasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Boshda aytganimdek, eng qaymoq joyiga keldik. Uyimizning avtomatizatsiyasi, ya'ni umniy domi. Masalan, bu zinamizda datchik dvijeniyalarimiz qo'yilgan va zinadan chiqayotganingizda plavniy bo'lib yonib boradi. Va zinadan chiqib bo'lganingizdan keyin avtomatik tarzda svet o'zi o'chirib boradi. Hech qanaqa выключатель bilan o'chirishingiz shart emas. Umniy dom bu fishkasiz umniy dom bo'lmaydi. Albatta bu telefondan boshqarish. Livolo Home programmasiga kiraman, xohlasam telefonni o'chiraman yoki telefondan yoqaman. Eng muhimi sizda internet bo'lsa bo'ldi. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar telefoningizda internetingiz bo'lsa bo'ldi. Bemalol telefoningizdan boshqarasiz va eng muhimi qachon svetingiz o'chdi va yondi ko'rishingiz mumkin. Bu degani esa sizda uyingizda безопасность ham bo'ladi. Ushbu uyimizda ancha-muncha uyda yo'q bo'lgan fishkamiz bor. Bu har bir eshikning tepasida eshik datchiki qo'yilgan. Bu degani siz xonaga kirayotganingizda svet avtomatik tarzda yonishni boshlaydi. Do'stlar, mana Farg'onadagi eng zamonaviy uyimizni ko'rib chiqdik. Qaysi funksiyasi sizga ko'proq yoqdi, kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like, kanalga podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan ham zo'r obyektlar bizani kutyapti.